Assalomu alaykum. Xudo xolasa obzorimizda narxlari bilan ot kuchlari bilan batafsil tanishtirib o'tamiz. 173 dizel 7 ot kuchligimiz, 170 benzin 7 ot kuchliklarimizni tushuntirib o'tib ketamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib ketasizlar. Xudo xolasa bundan ham boshqa yangiliklarimiz kelyapti. Tez ora kelib qoladi O'zbekistonga. Yangi motobloklarimiz, yangicha ko'rinish, yangicha dizayn. Xudo xolasa tez ora kelib qoladi. 173 dizel motoblokimizdan boshlaydigan bo'lsak, 7 ot kuchiga ega galopkalarga o'yib yozib qo'yibdi. Ko'rishingiz mumkin. Vozoq filtrlari, massinli vozoq filtr bo'ladi. Baklari 3 litr benzin oladi. Gulushi bu Everest bloklarga o'yib yozib qo'yibdi. Korobkasiga o'yib yozib qo'yibdi. Galopkasiga 173 7 ot kuchiga ega. Xo'p, bunimizda vomlari bor. Vomlarga bemalol karcher ulab ishlatsa bo'ladi. Korobkalari ham katta korobkalar bilan jihozlangan. Everest Xitoy firmasi, hech qanaqa germanskiy yo yaponiskiy yana bir balo emas, bizaniki hammasi Xitoy ishlab chiqaradi. Xitoyning tovari. Bizda yolg'on gap yo'q, borini aytib sotamiz. Endi skorslarga keladigan bo'lsak, oldiga ikkita skorsli bo'ladi. Oldiga ikkita skors, orqaga bitta skors bo'ladi. Bu avtomat korobka bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin, avtomat korobka. Bu avtomat korobka bo'lganda oldin skorsga uriladi, keyin bossa yuradi. Yuborsa richakni shu darrov to'xtaydi. Xo'p, buni endi narxiga keladigan bo'lsak, bu Everest 7 ot kuchli motoblokimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 4 million 700 ming so'm akalar. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz, 4 million 700 ming so'm. Bu varianti esa 4 million 300 ming so'm. Farqi bularni balonida pashinnipi bor. Bu 7 ot kuchligimizda balonda pashinnip bo'ladi, bunikida bo'lmaydi. Balon razmerlari 4 ga 8 balon bo'ladi. Everest sifatli firma, ko'rishingiz mumkin. 90 gradusgacha buriladi mana. Balonlarda pashinniplari bor variantda bo'ladi. Yengil buriladi. Bunimizda esa pashinnip bo'lmaydi, oddiy holatda qo'l bilan aylantiriladi. Bularda pashinnip bo'lmaydi. Bunimizning narxi 4 million 700 ming, buniki 4 million 300 ming so'm. Endi buni aksiyaga qo'yganmiz deb aytyapmiz. Endi o'zidan chiqadigan kulush naborlari bo'ladi. O'zidan chiqadigan kulush naborlari plus 32 ta pichog'i bo'ladi. Pichog'i ham pechatli pichoq bo'ladi. Original pichoqlar bilan jihozlangan pechatli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, Excalibur brendi tushirilgan. Excalibur zavodi bunga pichoqlarni beradi. O'yib pichog'iga pechatini bosgan. Endi aksiya deyapmiz. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz, akalar, o'zini 32 ta pichog'i komplektidagi beriladi. Bitta ochar, bitta plug shu narxi ichida qo'shib beramiz. Moylari hamma yog'i solib, yoqib, ishlatib, tekshirib beriladi akalar. Faqat sizlardan qilinadigan ish, faqat videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib kelgan bo'lsangiz, xudo xolasa shu narxlardan qilib beramiz. 170 lik benzin motor 7 ot kuchiga ega bo'ladi. Buni baklariga keladigan bo'lsak, baklari katta bak bilan jihozlangan 4 litr benzin oladi. Vozoq filtrlari massinli vozoq filtr bo'ladi. Vozoq filtrlari ham katta vozoq filtrlar bilan jihozlangan. Kulushlari ham katta. O'zidan chiqadigan kulush naborlari ko'rishingiz mumkin. Bu 7 ot kuchligimiz vomlari bor. Vomlarga bemalol karcher ulab ishlatsa bo'ladi akalar. Qoziqlari ham katta qoziq bilan jihozlangan. Og'irligiga ahamiyat berib o'tib ketasizlar. 7 ot kuchligimizning og'irligi 78-800 keladi. Общий vesi, pichoqlari bilan chiqadigan vesi 78-800. Taroziga ham tortib ko'rsatishimiz mumkin. Buni narxiga keladigan bo'lsak, akalar, narxi 4 ga 8 balonligi 3 million 400 ming so'm. Balonlariga Everest deb yozib qo'yibdi, baklariga Everest deb yozib qo'yibdi. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz, 3 million 400 ming so'mdan qilib beramiz. Komplektida shu 32 ta pichog'i, bitta ochar, bitta plug qo'shib beramiz shu narxi ichida. Everest 7 ot kuchlik
4 ga 10 balonligi xuddi shu bilan bir xil bo'ladi, faqat baloni bularniki 4 ga 10 balon bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 3 million 500